Assalomu alaykum do'stlar. Bugundan e'tiboran sizlar bilan sodda, qisqa va tushunarli videoroliklar orqali turk tilini o'rganishni boshlaymiz. Bu darslarimizda 3 oyda B2 darajagacha deb nomlangan dastur doirasida turk tilini o'rganamiz. Ya'ni agar siz kanalimizda joylanib boriladigan qisqa, sodda va tushunarli videolarni 3 oy davomida muntazam, doimiy kuzatib ko'rib borsangiz, turk tilini B2 darajagacha o'rganish imkoniyati mavjud. Bu darsimizda turk tili alifbosini o'rganib chiqamiz, ya'ni turk alfabesi. Turk tili alifbosi 1928-yilda Mustafa Kemal Atatürk boshchiligida butun Turkiya bo'ylab o'tkazilgan islohotlar natijasida qabul qilingan. Ya'ni nisbatan yangi alifbo deyish ham mumkin. U lotin yozuviga asoslangan bo'lib, lekin turk tilidagi maxsus o'ziga xos tovushlarni ifodalash uchun maxsus harflari ham bor. Umumiy hisobda turk alifbosi 29 ta harfdan iborat. Demak, ularni birma-bir o'qib chiqamiz. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Demak, hozir qanday o'qigan bo'lsak, tovushlar shunday eshitiladi. Demak, alifbodagi ba'zi harflarning o'ziga xos xususiyatlarini qisqacha ko'rib chiqamiz. Birinchi qatorda berilgan Q, W va H yoki X harflari turk alifbosida mavjud emas. Keyin ikkinchi qatorda berilgan mana Ch harfini yozilishiga e'tibor bering. Uni tagida, ya'ni pastki qismida maxsus ilmog'i bor. Shunda yoziladi. Bizdagi Ch dan farq qiladi. Undan keyin Sh harfi ham xuddi shunga o'xshash ilmoqli yoziladi. Keyingi harf esa yumshoq G yoki G. G tovushi zamonaviy turk tilida, ya'ni turk alifbosida so'zni boshida ishlatilmaydi. U so'z o'rtasida yoki oxirida kelishi mumkin va u o'ziga xos talaffuzga ega. Ya'ni darslarimiz davomida bunga guvoh bo'lasiz. Endi I va I nuqtasiz yozilgani I, nuqtali yozilgani I. Bular farqlanadi. Bunga jiddiy e'tibor berish kerak. Undan keyin Ö, Ü, ya'ni O va U harflarining yumshoq aytilishi. Bu tovushlar aslida bizda ham mavjud. Faqat bizda bitta harf bilan ifodalanadi. Turkchada esa bu alohida qilib ajratilgan. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, turk alifbosini o'rganish qiyin emas, nisbatan oson hisoblanadi. Chunki har bir harf deyarli har doim bir xil tovushni ifodalaydi. Ya'ni istisno holatlar juda kam. Shu sababli turk tilida so'zlar odatda qanday yozilsa shunday o'qiladi. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, oson o'rganiladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi darslarimizni kuzatishda davom etishingizni so'rab qolamiz.